Nasiya savdo shartlari qanday? Nasiya savdoga telefon sotishda qaysi tartibda hisoblansa shariatimizga ko'ra joiz bo'ladi? Bismillahirrohmanirrohim. Nasiya savdoda eng asosiy e'tibor beradigan bir ikkita narsa bor. Eng asosiysi birinchisi shu qancha summaga kelishayotgan bo'lsa, shuni aniqlab olish kerak. Masalan, palon summaga, palon vaqtdan birinchi summasini aniqlasin. Ikkinchi eng asosiysi bizda eng ko'p xatoga yo'l qo'yadigan muddat masalasi. Masalan, shuni sizga sotyapman, 10 kunda pulni berasiz. Shunga kelishdik. Puli 100 ming, shu puli mana aniq bo'ldi, muddat ham aniq bo'ldi. Qachon berilishi aniq bo'ldi. Bo'ldi. Demak, bu yerda muammo yo'q. Mana shu ikkita asosiy narsa aytilsa, zikr qilinsa, nasiya savdoda boshqa unaqa ortiqcha talablar yo'q. Lekin ming afsus bizda shu narsaga beparvolik bor. Masalan, shunday bor bir narsani beraveradi, narigi odam qabul qilaveradi. Bu o'zicha bir 10 kunlarda pulni olsam kerak deydi. Narigi sotuvchi nasiyaga berib ketdi, bir muddatini ham aytmadi, bemalol biror oyda beraman deydi-da, keyin 10 kundan keyin biror nizo qilish boshlaydi. Ya'ni siz 10 kunda pul so'rasa, pulni ham aytmadingiz boshida deb turib, pullar nizolarga kelib olib keladi. Bunaqa holat bo'lganligi uchun shariatimiz albatta muddatni belgilaydi. Endi ba'zilar bor, masalan, ko'p eshitamiz. Masalan, har kuni bir narsa beradi, keyin shunaqa holatlar bo'ladi. Unaqalar ba'zilari aytar ekan, bir oyda bitta 0-0 qilamiz deydi ekan. Misol uchun, siz do'konchi bo'lsangiz, men sizga bir narsani olib boraman-da, har kuni ertalab bir narsa olib boraveraman. Siz masalan ba'zan puldan menga ozgina berib turasiz. Boshida kelishib olganmizki, oyning oxirida bitta hisob-kitob qilib 0-0 qilib olamiz deymiz. Bu bo'laverar ekan bu. Chunki go'yoki boshidagi bitta kelishuv bu o'rtadagi hamma narsaga kelishuv bo'lib, bir oylik go'yoki bitim bo'lar ekanda bu. Demak, asosan muddat belgilansa va summa belgilansa, nasiya savdoda hech qanday muammo yo'q. Vallohu a'lam bissavob.